12 viloyatga dastavka ustunovka bepul holatda ishingizni o'z vaqtida bitirib beramiz. Sizlarga yoqsa keyin pul berishinglar mumkin. Toshkent Qo'yliqdagi obyektimizga kelganmiz. Bu yoqda ishimizdagi kamchiliklar emas, klientimizning navbatdagi talablarini bajarish uchun darvozani zo'r holatda, qalin baquvvat materiallardan qilib berganmiz. Oxirgi dizaynda Doktor Metal shu brendi chiqazgan shu darvozani fasonidan zakaz qilishgan. Bu ruchkalarni qo'yib bergan edik. Darvozaning qalinligi 6 sm, polniy materiallar 3 steni ishlatilgan. Bu joyga silshok qo'yilgan, hech qanaqa zamok ruchkalar yo'q. Buni ochib yopishga qiynalyapmiz. Shuni hisobiga men oldidagi ruchkada orqa tomoniga bitta qo'yib bering. Egalari uchun klientimizni talablarini bajarish uchun keldik. Asli shu narsani bular uchun qo'yib beryapmiz. Chunki bu joyda hech qanaqa ruchkalar yo'q. Keyin yana bitta o'zgarishlar qildik. Darvozani tagida ozgina shu betonda chiqib qolgan joylari bor ekan. Hozir tosh bosishdan oldin shu joylarni ham to'g'rilab bering dedim. Perforatorlarni ishlarini bajarib, yana bitta ustidagi joylarni ko'rib berdik. Xudo xolasa hamma joyda ideal holatda egalariga topshirishga harakat qilyapmiz. Hozir o'zlari yo'q ekanlar, lekin telefon orqali gaplashdik. Darvozaga gap bo'lishi mumkin emas. Shu ikkita ruchkani bizga hadya qilsangiz deyishdi. Hozir joyga spartiya qilamiz. Shu bilan ishimizni yakunlaymiz. Darvoza egalariga buyursa shunaqa sifatli darvozalar yoki novizr shiftalar kerak bo'lsa, darvozachimizga aloqaga chiqing. Bemalol temir bo'yicha barcha ishlarni hal qilib beramiz. Sharnilari ham baquvvat holatda 45 sm qalinligi, 45 diametrda olalariga mana pachimliklar bilan jihozlab, moylab, cho'tki karvonlari bilan qo'yib berganmiz. Darvoza tashqariga ochiladi, kichkina eshigi ichkariga. Darvozani haqiqiy baquvvatligini shunda agar живой ko'raman deganlar bo'lsa, qiziqish bildirganlar bo'lsa, egalar nomerlari, lokatsiyalarini beramiz, bemalol ko'rishinglar mumkin. Har bitta zinalarning chuqurligi 9 sm dan qilingan, har bitta zinalari aniqlikda millimetrgacha to'chli holatda ishlangan. Ishga o'zingizlar baho berasizlar, yo'qsa bitta like bosib, videoni temir ishlar bilan yaqinlarga yuborib qo'ysanglar bo'ladi. O'zimiz olib borib o'rnatamiz, egalariga yoqqandan keyin pul berishlari mumkin. Aytib o'tish esdan chiqibdi. Shu gul qismlarini mijozimiz darvoza yasalishi, olib kelish jarayonida kerak emas degandilar. Keyin videolarda ko'rib bu joyda go'zal turar ekan. Shunisini ham qilib bering dedilar. Mana shu samarlarni Namanganda olib keldik. Shurf bilan qotiramiz, oldin kraskalab olamiz. Yuqori burchagida va past burchagida xuddi shu ko'rinishda joylashtiriladi. Darvozani yana ham go'zalligiga go'zallik qo'shadi. Qaranglar, общий vidga baho berasiz. Hozir qo'ygandan keyin общий obzorda videoda joylab ketaman. Darvozani mehnatsinga ustalarni haqqiga duo qilib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki uncha ustalar bunaqa holatda chiqazib berisha olmaydi. Bizning komandamiz ichida ham kamdan-kamlari bunaqa ideal holatda ishlab berishadi. Chunki bu darvozada ortiqcha uzurlar yo'q, lekin figuralar aniqlikda ishlanadi. Har bittasi millimetrgacha kamchiliklarni bildirib qo'yishi mumkin. Shunaqa mukammal, mustahkam, ishonchli darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi, ishingizni o'z vaqtida bitirib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovkalarimiz bepul. Bu darvozamiz kvadrat metri $150 dan $220 gacha chiqazib beramiz. Razmer va materialga qarab, kelishimizga bog'liq holatda ishingiz bitadi. Toshkent Qo'yliqdagi bu obyektimizdagi darvoza egalariga o'pchi hisobda $2850 ga o'rnatib berildi. Hamma joyga eng baquvvat materiallar ishlatilgan. Egalar talablariga binoan однотонный цветda skromniy holatda bo'yab berganmiz. Hozirgi oxirgi gullarni qotirish jarayonini tugatib, egalarga kalitlarni topshirib ketamiz.